Çıkar Şahit Ataman yine hızlı başladı, hızlı bir nakavt bulma çabasında Doğu Türkistanlı sporcu. Benim ismim Halit Ataman. Ben Vatanninki Qashqarning Maralashda tug'ildim. Cho'ng'og'an yerim Xotenda cho'ng bo'ldim. U yerdan Allohning o'rinlashtirishi bilan biz madrasada shu onam dadam bilan nima qilib keyin shuning bilan biz chiniqishlarni elib maqdim. Elib menish jarayonida Urumchiga yenib keldim. Urumchida shu Palvon sport klubi va Atama sport klubida chiniqib, shu jarayonda hayotim shu chiniqish bilan o'tdi. Chiniqish bilan. Ondan keyin u chiniqish jarayonida ba'zi Xitoyninki bizning sportlarni, chiniqishlarni cheklaganlik uchun biz u yerda majbur bo'lib boshqa yerga ketgan bo'lib qolib, mening pasport nasl chiqmaganlik uchun qochoq chiqish majbur bo'lib qoldim. Shuna qochoq shu Vyetnam, Laos, Tailand, Malaysiyadan u yerda bir 5-6 yil yaqin turmalar yetib, keyin anondan keyin men Turkiyaga kelib keldim. Turkiyaga kelib kelish jarayonida Turkiyada tunji qatim chiqqan chog'da bu yerda qalam bilan har turli insonlar bor ekan. Shu jarayonda o'zimninki ham balam kichikda o chog'da ayolim bilan birga chiqdim. Ayolim menga bek destek, ya'ni yordamchi bo'ldi. Har ishda menga sabr tavsiya qilib, nurg'un ishlarga ayolimdan destek berdi. Shundan Turkiyaga tashlangandan keyin, Turkiyaga kelgandan keyin shu chiniqishni boshlab Zeytinburunda chiniqishni boshladim. Chiniqish jarayonida nurg'un bolalar, mayli o'g'il bola bo'lsin, mayli shu afg'onlar, o'zbeklar, uyg'ur, turklar bo'lib nurg'un bolalarni tarbiyalash qildim. Shu jarayonda mayli İstanbul chempionlik, mayli Turkiya chempionlik, mayli milliy taqim chempionlik, mana cho'ng-cho'ng musobaqalar qatnashadigan bolalar chiqdi qitimizdan. Naydi yaram ilg'or saviyadagi bolalar chiqdi. Irad kelish jarayonida shu bolalarning ota-onalari menga bolalarini, yana o'g'illarini chiniqishga ekib berdi. Ekilish jarayonida shu jarayonda bu chiniqishni yana davom qildim. Lekin jabr jabha tatdim. Chunki vatanda onam dadamlar menga arqamdan mayli iqtisod tarafdan destek yurdi, mayli har tarafdan menga yo'l ochib berdi. Ammo Turkiyaga kelgandan keyin menga onam dadam vatanda qoldi. Biz 7 bola, 5 o'g'il, 2 qiz. Men eng kichigimdi, bolaninki. Eng kichigi. Onam dadamning o'ldi hayotmi, akallarim nima ish qilyapti, og'achilarim nima ish qilyapti, undan mening bir xabarim yo'q hozir. Cheklash jarayonida men 2012, 2014 aşağıda, 2012, 2013, 2011, 2014'lerde aşağıdan Atama spor klubida ve palvonlarda mana chiniqayotgan vaqtimiz. O chiniqish jarayonida nayta jiq bolalarni tutib sulashulab ketdi. Shu chiniqayotgan bolalar ham o'zininki bir kishilik yuz obro'yini qo'g'daydigan va o'zining iffat nomusini qo'g'daydigan va melini, jinini, hayotini qo'g'daydigan qarashliq ko'ksitganlik uchun shuning bilan bular asosan sportchilarni cheklaydi. Ham qanday bir islomiy bir piroq chiqsa, hamma cheklab, asosan biz Uyg'ur Turk deganlik uchun hamma narsani ham cheklash bilan birlikda ham zindonga o'dil turmoq so'laydi bizni. Bizning asosan fursat bermaydi bizni chiniqishga, bir cho'ng bir xalqaroliq cho'ng musobaqaga qatnashishga va cho'ng bir yerlik berish uchun jiq ishlarda o'zimizning oldini itib oldi. Ham cheklaydi. Biz qarshi chiqdi. Biz
maxfiy chiniqib baqdik, oshkor chiniqib baqdik, o'shuni qilib baqdik. Bu zaten tutib qolsak ketib qoldik turmada. Men 3 yil yetib qoldim turmada. 3 yil og'ir darajada yotdim men turmada. Ixtizot orqali chiqdim turmadan, lekin chiqish jarayonida chiqib bo'lgandan keyin shu chiniqish bo'lsin, mayli o'qish bo'lsin, men cheklaydi endi. Xitoy yaxshi ko'rmaydan bizni o'chkirdi. Bizning nurg'un mayli diniy ustozlarimiz bo'lsin, mayli chambazchi ustozlarimiz bo'lsin, mayli islomiy firqa onalarimiz, ochilarimiz, ukalarimiz bo'lsin, musulmonlarning hammasini asosan bizni yo'q qilish jarayonida ayna bir ish elib manglik bular. Shu jarayonda biraz yo'lbola chet el taraflarga va boshqa davlat taraflarga yenib chiqqanlar, bekroq huquqda vatanda yashaganlar. Men turmada dastlab chiqqan chog'imda meni shu sport to'g'riliqda yoki shu diniy ishlarda sen biraz boshqalarni yo'ldan chiqiribsa, sen chiniqtiribsa, ham yo'ldan chiqiribsan deb meni tutdi. Tutgandan keyin turmaga tashladi. Turmaga tashlan jarayonida bizga boshqacha qaraydi endi. Chunki biz biraz chiniqqan, ham biraz islomiy ishlarda bilgandan keyin ular dastlab chiqqan chog'da kichik turmaga tashladi. Turmadan keyin boshqa cho'ng bir turmaga yo'tkaydi. O turmaga yo'tgan jarayonda meni minda o'rindiqda o'tag'izib qo'yib, suvda chigizib bu yerga elektr, yana tok yoqdi bizga. Ayna jarayonda badan qismimizdan ajoyib qiynab o'tgan. Asosan men u yerda chiqolmasligim mumkin edi normalda. U yerga chiqolmasligim mumkin edi, lekin Allohning o'rlashtirishi bilan ham ota-onam sabab, ham atrofimdagilar ixtizot shaklda pul xejlay yurib, u yerdan 3 yil jarayonda yenib chiqdim. Mish yenib chiqqandan keyin men haqiqatan 5-10 yillik mana bir hayotim ketgandek endi 3 yil jarayonida. Haqiqatan bedim ajizlashib ketib, to'kshab ketibdi u yerda. Teshik chiqib 3 oydan 6 oygacha doktorxona yana hastani. Doktorxonada bir nima qilib davolanib quvvatli yemeklarni yeb, yaxshi tomoqlarni yeyib, sal o'z aslimga qaytib, undan keyin yana shu o'qish, chiniqishni davom qilib meniki arzu armonlarim shu Uyg'urlarningki uyg'unib, yaxshi ilg'or saviyada dunyoning eng cho'ng ilg'or davlataro cho'ng musobaqaga qatnashishni arzu armonlarim bor. Balalarningki nihoyatda jangovarligi, jasoratligi, nihoyatda yaxshi quvvatli, kuchli balalarningki, yaxshi yetilib mengayotgan balalar bor. Mish balalarningki mening umidim, arzuyum, masalan, shu xalqaro cho'ng musobaqalarda to'xtab qolmay, turmay, jabr-jafo mushaqqatni demay, o'zining istiqboli uchun yaxshi tirishib, cho'ng musobaqaga qatnashib, o'zining Uyg'urligini va o'zining vatanninki mishna Chin tarafdan, Xitoy tarafdan mishna besim qolganligini va bizning ashyoda turib o'zimizning davlat borlig'ini dunyo sahnasida mana bir ko'ksitib, Uyg'urlarning mishna kuchliligini aynan meydanda namoyon qilishni arzu qilmayman. Müsabakayı teknik lakapla kazanan taraf mavi köşe Halit.